Qadrli kanalimizda a'zolari, hop, navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyatiga o'rnatib berdik. Bu orqa ko'rinishi 2 qavatliga. Xudo xolasa oldi ko'rinishlarni ko'rsataman. Bu tomonda garaj uchun hop, mashinaga asobiy naves qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Kech bo'lib ketdi. Hop, o'ta chiroyli chiqdi. Tepalari leksan qilib berdik. 6 metrga 3,5 metr bo'lgan naves. Endi darvozaga keladigan bo'lsak, darvoza o'ta boshqacha chiqdi. O'zlari ham yana bir baho berasizlar. Nalichkalarni ham o'zgacha uslubda qilib berdik. Bu joytiga nержавейка emas, glansiga qora kraskali qilib shumkalarni qilib berganmiz. Xo'p. Zamovlarga keladigan bo'lsak, o'sha odatdagidek haylik zamon yopilishi. Chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yasizlar.